Demak, salom alaykum hammaga. Qo'limdagi skoch sizni bu yilgi hosilingizni sifatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi asosiy omillardan bittasi. Sababini bilish xohlasangiz videoni oxirigacha kuzatasizlar. Demak, bu skoch yopishqoq, shaffof skoch deyiladi. Mana ko'rinyapti hammaga. Demak, endi biz nima qilamiz buni? Bu skochcha bizga hozir kerakli asosiy maqsadi, bilasizlar, may oyining boshi hozir, birinchi 5 kunligi. Xo'p, mana bu shoxni ko'rsatamiz hammaga. Demak, mana shu shox o'tgan yilgi shtovka, ya'ni qalqondorlarning zarari, ya'ni 1 yoshli shoxlar bo'lgan. Mana bu qismlari mana 1 yoshli mana bular. Juda shoxlar bo'lgan. Hozir biz aynan shu daraxt o'zida test qo'yamiz, ya'ni shtovkani ikkinchi avlodini tekshiramiz. Buning uchun haqiqatdan skoch kerak bo'ladi va buni daraxtga tanasiga yengil o'raymiz, harakat qilamiz. Bu bitta daraxt taxminan ko'rsatib beraman, keyin o'zingizlarni bog'inglarda buni keng miqyosda qo'llashingiz mumkin. Ushbu shtovkani zarari o'zingizlar bilasizlar, shaftoliga, o'rikka, qisman gilosga tushadi, olmaga tushadi, nokka tushadi. Ya'ni jamiki biz iste'mol qiladigan hamma meva turlariga tushadi. Shaftolilarni ya'ni ayrim tukli eski shaftoli elbert degan navlarga shaxsan o'zim ko'rmaganman, shuning uchun tushadi deb ayta olmayman. Shuning uchun biz iste'mol qiladigan asosiy shu 5-6 mevalarga tushadi. Shuning uchun buni hozir biz to'g'ridan-to'g'ri aniqlashni yo'lini o'rgataman sizlarga va shu usul bilan o'zingizlar bog'inglarga test qo'yasiz. Ya'ni bu feromonga o'xshagan natijada bilsak ham bo'ladi. Bu narsani bu kelajakda bizga, ya'ni ishlov berish, ikkinchi avlodga qachon ishlov berishimiz kerakligi haqidagi aniq signalni beradi. Demak, ko'rsatamiz. Mana bu o'tgan yili mana 1 yosh bo'lgan. Biz kichikka kattalashyapti. Mana bu 1 yoshli shox, bu 26-yiligi, bu 25-yiligi shox. Bizda demak shu ikkalasini mana shu qismini o'rtasiga joylashtiramiz. E'tibor berishingiz kerak bo'lgan asosiy jihat bor. Bu yerda ya'ni nima? Quyoshni shuni hisobini olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni qanaqa ma'noda? Agar quyosh to'g'ridan-to'g'ri tushadigan bo'lsa, bu yerga zarari kamroq bo'lishi mumkin. Oldin bitta yengil o'rab olamiz buni. Yengil bitta o'rab oldik. Endi o'zidan chiroyli qilib qaytarib, mana shu qismiga xuddi shundan o'rab chiqamiz mana. Mana bu teskari qismi tashqari turishi kerak, chunki bu nima beradi? Shtovkalar shu yerga kelib qo'nadi. Ya'ni migratsiya qilayotgan payt, qo'zg'alayotgan paytda, ya'ni ko'payish paytini shu mana shu maxsus skoch yordamida qisman bo'lsa aniqlab berishga yordam beradi. Endi mana bitta joyga qo'ydik, yoshli shox nodani yoniga mana. Buni o'zini yengil qaytarib qo'yamiz ana o'ziga bundoq qilib. Mana bo'ldi. Mana shu qismlariga qo'nadi. Endi keyingi shoxga qo'yamiz. Keyingisi abitdan keyin deyarli bu daraxt bu qismiga soya tushadi, ko'proq tushadi, quyosh tushmaydigan tomoniga qo'yamiz. Xo'p. Mana bu qismiga qo'ysak ham bo'ladi. Boshlaymiz. Mana oldin bitta o'rab olamiz. Qaytaramiz o'zini. Mushkulroq bo'ladi boshida aylantirib olish, skochni, lekin to'g'ri joylashtirilsa, xudo xolasa zararini bemalol, ya'ni ko'payish vaqtini bemalol aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Hozir mana yengil bunga ham qo'ydik. O'rash nisbatan qiyinroq bo'ladi, lekin to'g'ri bajarilsa, xudo xolasa yaxshi foydasi bo'ladi. Bu qo'ydik bu qismiga. Endi mana bu yosh kattaroq qismiga qo'yamiz. Tanani mana bu qismi bor. Bu yerga ham quyosh nisbatan tushadi. Bo'ldi, demak bitta, ikkita, uchta joyga qo'ydik. Endi pastroqqa qo'yamiz. Ya'ni nisbatan soya ko'proq saqlanib qoladigan joyga bo'lishi mumkin bizga. Daraxt shu qismi mana. Bitta yengil o'rab olamiz. Demak, mana qo'ydik. Mana tushdi, mana qo'l yopishyapti. Ko'rsatamiz. Qo'l yopishyapti mana. Yo'qda ham qo'l yopishyapti. Ikkinchi qismini yo'qdan qo'l yopishyapti. Endi buni aytaman men, qanaqa funksiya bajarishini va qanaqa ishlashini hozir qisqa tushuntirish qilaman sizlarga. Demak, mana shu skoch, mana shu qismiga, shaffof qismiga o'sha qalqondori mayda-mayda, kichkina o'zini nuqtachaga o'xshagan hasharotlari kelib qo'nishni boshlaydi. Ya'ni bu sakrab ko'tarilayotgan paytda to'g'ri keladi. Mana bu bitta o'yimiz.
Mana men taylab shuni chalg'itish uchun hamma joylariga qo'yib qo'ydim. Mana shu qismlariga yopishadi kelib, yopishib kelgandan keyin biz bu zararlarni, ya'ni avlodini aniqlaganimizdan keyin, ya'ni aniqroq bo'lganidan keyin nima qilamiz? Mana shu qismiga qarab turib biz dorilarni to'g'ri berishimiz kerak. Ya'ni shtovkaga dunyo bo'yicha 3 ta dori bor. 3 doridan boshqasi deyarli ishlamaydi. Birinchisi neft moylari, ya'ni mineral oil, avipuron deydi. Ikkinchisi admiral, tarkibi piproxafen. Uchinchisi Mavento, spirotetramad degan dorilar bor. Shularni ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni birinchisi mineral oil shu erta bahor kurtaylar bo'rtayotgan paytda, ikkinchisi mana hozir skochlarga qarab turib taxmin qilib ishlatamiz. Uchinchisi esa iyul oylariga to'g'ri keladi taxminan. Shu paytda qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Xudo xolisa shu dorilarni ishlatadigan bo'lsanglar, nasib bo'lsa, shu ko'rinmas zararlardan, olmani sifatiga ta'sir qiluvchi hasharotlardan to'liq qutulamiz nasib qilsa. Kuzatib borasizlar, xudo xolisa 3-4 kundan keyin kelib tekshiramiz va shorts videolarni qo'yamiz YouTube kanalimizga. Zarar keldimi, yo'qmi aniq bilamiz yana. Agar bilinglar, video chiqmasa, zarar bo'lmagan bo'ladi. Ya'ni kutamiz. Agar chiqsa, bilamiz, dorilar yetib ketdi sizlar uchun. Rahmat.